Ketdi. Uy sharoitimizda 8 talik shitimizni yig'ishda o'rganamiz. Bu yerda rayimizni qo'yib olamiz. Rayimizni qo'yib oldik. Bunga avtomatlarimizni joylashtirib olamiz. Bu главный avtomatimiz. Avtomatimizni joylashtiramiz. Diff avtomatimiz va avtomatlarimiz. Avtomatlarimizni joylashtirib oldik. Endi bunga tepadan taroq qo'yamiz. Bir-biriga permichka otlama bo'lish uchun. Tak, tarog'imizni qo'yib oldik. Endi bunga главный avtomatimizdan diff avtomatimizga permichka berib olamiz. Главный avtomatimizdan 0 olamiz. 0 otlama olamiz. Buning diff avtomatimizning xuddi shunaqa 0 ga kiramiz. Joylashtirib oldik. Endi faza beramiz. Главный avtomatimizning chiqishidan fazamizni diff avtomatimizning kirish joyiga faza beramiz. Faza verdik. Bundan diff avtomatimizdan chiqishidan 0 olamiz. Olamiz. Bu yerda nol baraga diff avtomatimizdan 0 chiqaramiz. Chiqardik. Endi bu kichik avtomatlarimizga bitta faza beramiz.
Tak, bu 8talik avtomatimizning uy sharoitida endi o'rganaman degan elektriklar uchun 8talik avtomatni yig'ish jarayoni bo'ldi. Bundan o'zimizga kerakli bo'lgan uy ro'zg'ori anjomlariga faza chiqarib ketamiz. Nolda bu yerdagi 0 baradan bemalol olib qo'llanadi. Bu yerdan faza chiqadi. Misol bitta uy sharoitimizda nimadir gaz plitami yoki xolodilnikni qo'ymoqchi bo'lsak, bu yerdan faza olamiz, bu yerdan 0 olib ketamiz. Kirish, glavniy kirishdan keladi. Bunga ulanadi. Bundan chiqibdi dif avtomatiga. Dif avtomatidan chiqib bu kichik avtomatlarimizga berilyapti otlama. Shu bilan jarayonimiz yakunlanadi. Nimadir kamchiliklari bo'lsa, izohlarda qoldiramiz va kommentariyaga bitta like bosish esdan chiqmasin. Buni qapoqlarini yopib shu bilan 8talik avtomat yig'ish jarayonimiz yakunlandi.